Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan bugun biz nemis tilida juda muhim bo'lgan mavzu, ya'ni kazus, ya'ni kelishiklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, kelishiklarni qaytarib olishdan oldin birinchi bo'lib, agar artikellarda ko'rmagan bo'lsangiz ko'rib qo'ying, ya'ni aniq noaniq artikellar degan mavzuyimiz bor. Agar uni ko'rgan bo'lsangiz, demak shunisi juda oson bo'ladi mavzuda. Xo'p, demak kelishik nima? Kelishik bu otlarga qo'shimcha qo'shib beradigan grammatik struktura desak bo'ladi. Xo'p, ya'ni misol uchun biz aytamiz, aytaylik masalan stol nimasi misolda oladigan bo'lsak, stol deymiz. Bu nima ya'ni stol? Bu nima? Stol. Stolni, stolga, stolning, ya'ni stolni rangi qora ekan. Misol uchun, stolga men nima qo'ydim? Masalan aytaylik, krujka yoki grafin qo'ydim. Ya'ni shu misollar biz odatda gaplashayotganimizda shunaqa otlarga qo'shimcha qo'shishimiz kerak bo'ladi, чтобы gapimiz tushunarli bo'lishi. Ya'ni stolgami, stolningmi, stolnimi yoki stolni o'zimi, shular uchun shularni tushuntirishimiz uchun bizga shu qo'shimchalar kerak va bizga kelishiklar kerak. Xo'p, nemis tilida xuddi shu kelishiklar o'sha aniq artikel va noaniq artikellar orqali ifodalanadi va bizda 4 ta основной kelishik bor. Bular nominativ, akuzativ, dativ va genitiv. Sizlar bilan birinchi 3 tasini ko'rib chiqamiz. Bu nominativ, akuzativ va dativ. Xo'p, diqqatli bo'ling. Demak, boshlaylik. Zo'q, birinchi bo'lib turib biz nominativ kelishigini ko'rib chiqamiz. Nominativ bu bosh kelishik yokida rus tilida o'rgangan bo'lsangiz imenительный падежga tushadi. Ya'ni savoli buni kim nima? Kim nima? Кто что? Shu bo'ladi. Nima nemis tilida bu wer was degan savol bo'ladi. Demak, biz masalan kim? Der Mann, ya? Der Mann. Kim? Die Frau. Kim? Das Kind. Nimalar? Die Bücher. Ya'ni bu nominativda shu savollar orqali shuni ko'rib chiqamiz. Masalan, misolda ko'radigan bo'lsak, masalan, der Mann steht. Ya'ni kim? Bir erkak nima qilibdi? Turibdi. Der Mann steht. Masalan, ya'ni nima? Женский rodda. Kim? Ayol. Ya'ni die Frau nima qilyapti? Geht ins Kino. Die Frau, bir ayol nimaga kinoga ketyapti bo'ladi. Nimada? Neutrumda, ya'ni средний rodda ko'radigan bo'lsak, ya'ni bir bola das Kind spielt. Ya'ni bir bola yoki bola o'ynayapti degan ma'no bo'ladi. Nimada bo'lsa, pluralda die bo'ladi. Die Bücher sind alt. Bu yerda ko'ryapsizlar, bizda nima yo'q? Noaniq artikelimiz yo'q bu yerda. Nimaga? Chunki bu osnovasi birdan olingan, shuning uchun nimada pluralda nimasi yo'q. Ya'ni ko'plik formasi yo'q bu noaniq artikellar. Shuning uchun die Frau bo'ladi. Demak, shunday bu nominativda kim nima degan savol. Keyin nima o'z holidagi artikelni qo'yib ketaveramiz. Biz ishlatmoqchi bo'lgan otlar. Endi sizlar bilan ikkinchi nimamiz kelishigimiz bu akuzativ. Akuzativ bu nima tushum kelishigi o'zbek tilida, ya'ni savoli kimni nimani bo'ladi. Nimada vinительный падеж, rus tilida vinительный падежga to'g'ri keladi. Xo'p, kого чего ya'ni savol. Endi bunda ko'radigan bo'lsak, biz savolda aytdik kimni nimani, masalan, o'sha erkakni demoqchi bo'lsak, denga o'zgaryapti. Masalan, den Mann misolda bu aytamizki, ich sehe den Mann yoki einen Mann. Men bir erkakni ko'ryapman demoqchi bo'lsak, shunda nima deymiz? Akuzativda ishlatamiz va artikelini denga o'zgartirib qo'yamiz va o'sha erkakni qo'shimchasini bizda beradi. Nimada? Akuzativda bu o'zgarmaydi, ya'ni men bir ayolni ko'ryapman demoqchi bo'lsak, bizda nimasi artikel o'zgarmaydi. Die yoki einen bo'lib qolaveradi. Masalan, ich sehe die Frau yoki eine Frau bo'laveradi. Shu holatda qoladi. Demak, o'zgarmaydi. Neutrumda, ya'ni средний rodda bunda ham xuddi shunaqa. Das Kind, ein Kind bo'lyapti. Masalan, men o'sha bolani ko'ryapman demoqchi bo'lsam, aytamanki, ich sehe das Kind yoki ein Kind bo'laveradi. Ya'ni shu holatda qoladi. Nimadachi pluralda ham o'zgarmaydi. Ya'ni die Bücher bo'lib qolaveradi. Masalan, men kitoblarni o'qiyapman. Ich lese die Bücher. Men kitoblarni o'qiyapman. Nimani yoki nimalarni? Kitoblarni o'qiyapman degan ma'no bo'ladi. Xo'p, uchinchi bizda kelishigimiz bu dativ. Dativ bu dativniy падежga rus tilida to'g'ri keladi. Nimada? O'zbek tilida jo'nalish. Ya'ni savoli kimga
nimaga bo'ladi? Savolni ko'ryapsizlar? When, was bo'lyapti. Ha, e'tibor beryapsizlar. Akkuzativda when bo'lyapti, bunda whenga aylanyapti. Nimasi nimani yoki nimaga demoqchi bo'lsak ham shu was bo'lib qoladi. Nemis tilida shunaqa. Ya'ni bu o'zgarmaydi. Demak, men o'sha erkakga yoki demoqchi bo'lsam, aytamanki, masalan aytaylik, nima qilish mumkin erkakka? Masalan, yordam berish mumkin. Aytamanki, ich helfe dem Mann yoki ich helfe einem Mann deb aytaman. Xo'p, xuddi shuni женский rodda endi e'tibor berasizlar bunda. Bunda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni die Frau derga o'tib qoladi. O'zi artikli die edi uni, lekin biz bir ayolga demoqchi bo'lsak, uni derga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni men bir ayolga yordam berdim desam, ich helfe der Frau yoki einer Frau bo'ladi. Hop, Neutrumdachi, Neutrumda ham ko'ryapsizlar, dem yoki einimga o'tyapti bu. Ya'ni o'zi das yoki aynada, dem yoki einimga o'tyapti. Misol uchun xuddi shu, men bir bolaga yordam berdim demoqchi bo'lsam, kimga? Bolaga ich helfe dem Kind. Ich helfe einem Kind. E'tibor beryapsizlar, bunda bir xil bo'lyapti. Nima maskulin bilan neutrum bunda bir xil, dem einimga o'zgaryapti. Pluralda biroz boshqacharoq, ya'ni nima bilan, женский bilan bir xil bo'lmaydi, ya'ni bu yerda ko'plikda. Men aytaylik, kitoblarga demoqchi bo'lsam, nimaga? Kitoblarga demoqchi bo'lsam, den dema artikli denga o'tadi, plus n degan qoidamiz bor bu yerda. Ya'ni n qo'shilib qoladi. Ya? Ya'ni bunda desam yaxshiroq ko'rsa kerak sizlarga. Hop, ya'ni den aytamanki den Bücher. Ya'ni masalan ich folge den Bücher. Nima degani bu? Men kitoblarga amal qilaman demoqchi bo'lsam, ich folge den Büchern deyishim kerak bo'ladi. Xo'p, demak, xulosa qiladigan bo'lsak, bu kelishiklar bizda juda kerakli mavzu dedik. Ya'ni biz stolni, stolga, stolning deyishimiz uchun kerak bo'ladigan. Bizda hozir sizlar bilan 3 ta основной kelishikni ko'rdik. Nominativ, akkuzativ, dativ. Nominativ kim nima? Akkuzativ kimni nimani? Dativ bo'ladigan bo'lsa, kimga, nimaga degan savollarga javob beradi. Siz buni nimasini, artikellarni yodlab olishingiz kerak, чтобы bemalol ishlatish uchun. Umid qilaman, что sizga tushunarli bo'ldi bu. Agar mabodo tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Siz bilan biz xudo xolisa keyingi videoda ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.